1944 ise 4 ayının 9 günü Sovet İttifaqının G'ulji turishlik konsulunun qo'llashi va yardım ostida G'ulji nahiy bozori hozirgi G'ulji shahrida Shingshisay va Gomindan hukumatiga qarshi yer osti tashkilot G'ulji ozodlik tashkiloti qurildi. İlixon Ture bu tashkilotning raisi bo'ldi. 1944 yil ise 8 ayının 14 günü Fatih Muslimov, Ekber, Siyit, G'ani Botir qatorliq Nilq noyisining Ulashtay tog'liq rayonlarida qurolli partizanlar atirti qurdi. 1944 yil ise 10 ayning boshlarida Nilq partizanlari Gomindan hukumatining chekidan oshgan zulmga qarshi qo'zg'olon ko'tardi va nihoyat tezlik bilan bir qator g'alablarni qo'lga keltirib Nilq bozorini ozod qildi. Qattiq aloqasida bo'lib ketgan Xitoy Gomindan hukumati Urumchidan 3 mingdan ortiq askar yetkazib kelib, qo'zg'olonni bostirish uringan bo'lsa-mu, orqadan mag'lub bo'ldi. Qo'zg'olonchilar G'ulji shahriga besib kirib, Harambog' urushi, Ayirdirim urushi va Langshan urushining g'alabasi bilan G'ulji shahrini Xitoy Gomindan hukumatining qo'ldan to'liq ozod qilib, 1944 yil ise 11 ayning 12 kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining qurilganligini e'lon qildi. 1945 yil ise 4 ayning 8 kuni G'uljida Sharq Turkiston Milliy armiyasiga bayroq topshirish murosimi o'tkazilib, muntazam armiyaning qurilganligi rasmiy jakarlandi. Qo'shinning formallarini Sovet İttifaqı armiyasiga taqlid qilib tiktirdi. Armiyaning pagon, kakar, bayroqlarini bekitib chiqdi. Medal va ordenlarni tarqatdi. Armiya bosh shtabi qaramog'ida harbiy ta'minot boshqarmasi, siyosiy boshqarma, harbiy qurilish boshqarmasi, harbiy sud, harbiy harakat boshqarmasi qatorliq organlarni ta'sis qilindi. Ilg'i kelib yerlashgan urus askarlaridan bo'lgan Palinov bosh qo'mondonlikqa, Mazharov shtab boshliqiga, Uyg'urlardan Zununtiyev muavin bosh qo'mondonlikqa, G'ani Botir harbiy sudning bosh qo'mondonligiga, Abdukirim Abbasov siyosiy boshqarmaning boshlig'iga tayinlandi. Muntazam qo'shinning umumiy askariy kuchi 40 mingdan oshdi. Bu qo'shin garchi yeng qurilgan bo'lsa-mu, vatanni ozod qilish irodasi va jangovarligi kuchli bo'lg'achqa, nihoyat tezda shimoldagi 3 viloyatdan Xitoy qo'shinlarini surib chiqarib, Gomindan armiyasining plat istakamlari, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi siyosiy markaz bo'lgan Urumchining plat qo'rg'in deb atalgan Shixu Jing mudofaa saflarini bish qilib, davomli Urumchiga qarab ilgirlab, Urumchiga 150 kilometr qilgan Manas daryosi bo'yicha kelib to'xtab, daryodan o'tib Urumchiga hujum qilishga tayyorlandi. Shuning bilan bir vaqtda yana Janub Yunish qismini tashkillab, Tangritog'ning janubidagi joylarga hujum boshlash bilan tang bu joylarga maxfiy odam avatib, joy-joylarda Xitoy hukumatiga qarshi qo'zg'olon tashkillaydi. Janubda Toshqo'rg'on, Toshmiliqlarni markaz qilgan qurolli qo'zg'olonchilar qismini qurib, Xitoy qo'shinlari qo'ldagi joylarga keng ko'lamda hujum boshlaydi. Muntazam qism strategik o'rin hisoblangan boy O'nsu noyillarni ozod qilib, Xitoy qo'shinlarini Oqsu shahar sepli ichiga qapsib oldi. Boshqa qurolli qo'zg'olonchi guruhlarmi tushma-tushdan hujum boshlab, o'z tavbasidan Xitoy qo'shinlarini supurib chiqarib, Xitoy qo'shinlari asosan shahardagi sepli ichiga qapsilib qoladi. Xitoy Gomindan hukumatining Sharq Turkistondagi harbiy ma'mur amaldorlari bu zaminni saqlab qolishdan umidini uzib, oil tabotlari va mol-mulklarini jiddiy Xitoy o'lkalariga yo'tkaydi. Bu dal 2 dunyo urushi oxirlashib qolgan mezgil bo'lg'achqa, Jiang Jieshi Rooseveltni ishga solib, Stalin bilan sulhlashib, tashqi Mong'oliyaning mustaqilligini e'tirof qilish, Lushun, Dalian portlarini Sovet ittifoqiga ijaraga berish hamda bu yerlarda Sovet ittifoqining askar turg'izishga ruxsat qilish, sharq shimolda temir yo'l yasash, huquqini berish qatorliq imtiyozlarni berish badaliga Sharq Turkistonni Xitoy tavalligida saqlab qolishga kelishdi. Buning bilan Sovet ittifoqi barliq harbiy maslahatchilari va harbiy xodimlarni elib chiqib ketib qolmay, qurol-yarog', o'q-dori va boshqa zarur ashyolarni sotib berishni to'xtatdi. Hamda Sharq Turkiston hukumatini Xitoy Gomindan hukumati bilan suhbat o'tkazishga majburladi. Bir necha oylik jafoliq suhbatlardan keyin oxiri 1946 yil 4-oyda ikki taraf o'rtasida 11 moddalik bir bitim imzolanib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati nomda amaldan qoldirilib, birlashma hukumat qurildi. Sharq Turkiston armiyasi qisqartirilib, 6 to'liq qilib tashkillandi.
Janubdagi 10 minglagan qurolli qo'zg'olonchilarmi qurollarini tashlab uylariga qaytdi. Lekin Xitoy Kuomintang hukumati orqa-orqadan samimiyetsizlik qilib, kelishimga amal qilmag'achqa birlashma hukumat buzilib, Sharq Turkiston taraf vakillari 1947-yil 8-oyda Urumchidan G'ulji qaytdi va armiyani qaytadan kengaytirib 5 otliq polk, 3 piyodalar polki va bir mustaqil otliq batalyoni tarkib topgan texnik mukammal 30 ming kishilik qo'shin qilib tashkilladi. 1949-yili Kommunistik partiya Kuomintang bilan hal qilg'uch jana g'alabasini qo'lga keltirdi. Kuomintang hukumati Tayvanga chekinishga tayyorlandi. 6-oyda Liu Shaoqi Sovet ittifoqiga suhbatga bordi. Suhbat davomida Sovet ittifoqi Jungo Kommunistik partiyasining Sharq Turkistonga kirish qadamini tiziltish to'g'risida taklif berdi. 1949-yili 8-oyning 14-kuni Xitoy Kompartiyasining vakili Deng Liuchuan 3 nafar xodim va bir dona ratsini elib Olmutta orqali G'uljiga yetib keldi. Xitoy hukumatining materiallarida aytilishicha 8-oyning 18-kuni Mavuzning Ahmadjon Qosim telegramma yo'llab 9-oyda ochiladigan Xitoy mamlakatlik siyosiy yig'iniga taklif qilgan. 8-oyning 20-kuni Ahmadjon Qosim Mavuzga telegramma yo'llab taklifni qabul qilganligini bildirgan. Sobiq Sovet ittifoqining 1944-yildan 1949-yillargacha milliy ozodlik inqilob davrida G'uljida faoliyat qilgan bexatarlik xodimi doktor Hokim Jabbor Yorulla Bekovning Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin e'lon qilgan suhbat xotirasida deyishicha, ozodlik inqilob rahbarlari Ahmadjon Qosim boshchiligidagi o'mak 1949-yili 8-oyning 24-kuni Olmuta shahrida Moskvadan kelgan Sovet ittifoqi hukumatining bir yuqori darajali rahbariy kadri va Qozog'iston ittifoqdosh Jumhuriyati davlat bexatarlik idorasining bir nafar qozoq rahbari bilan suhbat o'tkazgan. Bu suhbatda Ahmadjon Qosim Sovet ittifoqi rahbariy shaxslarining ularning Beijingda ochilgan Xitoy Kompartiyasining tunji navbatlik mamlakatlik siyosiy maslahat kengashi yig'iniga hech qanday siyosiy talab va shart qo'ymay qatnashib, Xitoyning siyosiy programmalarini himoya qilish taklifini rad qilib, agar o'zlari yig'inga qatnashsa, Sharq Turkistonning siyosiy taqdiri masalasini hal qilishda mustaqillikka, faqat bo'lmaganda federatsiya tuzum bo'yicha huquqqa erishishni talab qilganligini, bo'lmasa mundaq yig'inga qatnashishning zurriyati yo'qligini keskin aytgan. Suhbat intayin keskin talash tortishida o'tgan va shu kun kechigacha davomlashgan. Talash tortishning kuchish natijasida Ahmadjon Qosim, Isoqbek Mununov, Dalilqon Sug'urboyev va boshqa oxiri Xitoy Kompartiyasining hech bo'lmaganda milliy masalani Sovet ittifoqining model bo'yicha hal qilishi, ya'ni federativ tuzumga minib, ittifoqdosh jumhuriyat huquqini e'tirof qilish kerakligini aytishgan. Biroq Moskva vakillari buningga rozi qilarlik javob bermagan. Oxiri suhbat natijasida oxirlashgan. Xitoy hukumati hozirgacha Ahmadjon Qosim qatorliqlarning 1949-yili 8-oyning 24-kuni Olmutadan ayrilib, 27-avgust kuni Beijingda ochilgan mamlakatlik siyosiy maslahat kengashiga qatnashish safarida Bayqal ko'li bo'yida sirli holda aeroplan qazosiga uchrab, hayotini ayrilganligini aytib va ularning Beijingdagi yig'inda hech qanday milliy va siyosiy huquq talabi sunmaydiganligi va ularning yangi junguni to'liq qo'llaganligini tashkil qilib kelmoqda. Lekin mazkur aeroplan hodisiga Uyg'urlar hozirgacha ishonmay kelmoqda. Ular Ahmadjon Qosim qatorliqlarning o'limining sirli o'lim ekanligi, ularning ziyankesh kuchirganligiga ishonib kelmoqda. Bir qator urushlardan keyin Xitoy kommunistlari ustunlik egallab, Kuomintang hukumatining hokimiyatini og'dirib tashlab, 1949-yili 10-oyning 1-kuni Junxo Xalq Jumhuriyatini qurdi. 1949-yili 10-oyning 20-kunidan e'tiboran tajovuzchi Xitoy Kommunist armiyasi Sovet ittifoqining qo'llashi bilan Sharq Turkistonga besib kirib, Sharq Turkistonni ishg'ol qildi. 1950-yili 1-oyning 20-kuni muntazam Sharq Turkiston milliy armiyasi Xitoy Kommunist tajovuzchilari tomonidan Xitoy armiyasining 5-korpus qilib o'zgartirilib, Xitoy Xalq ozodlik armiyasining tarkibiga qo'shitildi va 1955-yilga kelganda butunlay yo'q qilindi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq turk millatlarining yuksak g'ururini namoyon qilgan
milletimiz qalbida mangu o'chmas iz qoldirgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti ve onun armiyasi oxir hisobda Xitoy kommunist tajovuzchilari tarafidan uzul kesil yo'q qilinib, Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilarining mustamlikasiga tushib qoldi. Men Sharq Turkiston milliy armiyasi qurilganining 74 yilligini qizg'in tabriklayman. Yozsin Sharq Turkiston mustaqilligi,